2026-yil 15-yanvar kunidan boshlab yurtimizda aholini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Aholini ro'yxatga olish orqali mamlakatimiz kelajagi rejalashtiriladi. Yoshlar uchun ta'lim, ish o'rinlari va imkoniyatlar yaratiladi. Biz bergan har bir ma'lumot yurtimiz ravnaqiga qo'shilgan hissadir. Tursunboyeva Muruvvat, Termiz shahar baynalminal mahallasi yoshlar yetakchisi 2022-yildan buyon mahalla yoshlar yetakchisi vazifasini bajarib kelaman. Biz mahallamiz yoshlari bilan birgalikda 5 tashabbus olimpiada musobaqalarida faol ishtirok etib, yuqori natijalarni ko'rsatib kelamiz. 2025-yil men uchun eng omadli yil bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Sababi Davlat xavfsizligi xizmati kubogida yuqori natijalarni qo'lga kiritdik va 2025-yil eng namunali mahalla yoshlar yetakchisi ko'rik tanlovining 2-o'rin sohibasi bo'ldim. 2026-yil ham biz mahallamiz yoshlari uchun eng omadli yil bo'ladi. 2026-yilda mahallamiz yoshlari bilan birgalikda aholini ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok etamiz va sizlarni ham ushbu jarayonda faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. Keling, yurtimiz taqdiriga befarq bo'lmaylik.